qachon bor edi bu Imom Buxoriy, Matrudiy, Marg'iloniy, Termiziy, Naqshbandiy markazlar? Nima uchun men uni ochdim? Nima uchun islom sivilizatsiya markazini qildim? Tarixga muhrlab qo'ymoqchiman. U islom sivilizatsiya markaziga kirgan odam chiqqandan keyin bu millatga ta'zim qilish uchun qildim men. Islom madaniyati va ma'rifatini dunyoga tarannum etish orqali radikalizm va islamofobiyaga qarshi samarali kurashish mumkin. Shu borada O'zbekistonda amalga oshayotgan noyob loyihalar Islom sivilizatsiya markazi, Imom Buxoriy, Imom Matrudiy, Imom Termiziy, Bahovuddin Naqshband tadqiqot markazlari salohiyatidan birgalikda foydalanishga chaqiramiz.